Voy eshikni och, sendan xabar olgani keldim. Tirikmisan yo o'liymi? Voy senga gapir. Uch yil ichida o'zi nimalar hayotimda o'zgardi. Sizlar bugun tabassum qilayotganimni ko'ryapsizlar, lekin kecha qon to'kilgan ko'z yoshligi, 4 ta devor guvoh. To'g'ri, ko'rinishimni yo'qotdim. Atrofimda eng yaqin odamlarni ham yo'qotdim. Eski ijod, video, auditoriya, 1,5 millionli profilimni ham yo'qotdim. Lekin eng muhimi, nimani yo'qotgan bo'lsam ham, men o'zligimni topdim. G'ururimni arzimagan mashhurligi yoki sariqchaqaga alishtirib o'rmadim. Boyligiga paxta qo'yib, laganbardorlik ham qilmadim. Balkim shungadir, odamlar hali ham hurmat qilishyapti. To'g'ri, men ham insonman. Qattadir xatolar qildim. O'zimni xatolarim orqali zapretam oldim. Lekin eng muhimi, endi to'g'ri yo'ldaman. Bu hayotda muhimi sen qanchalik kuchli zarba bera olishingda emas, muhimi qanchalik zarba ko'tara olishingda. Balkim kimdirlar meni ko'rib sindirishibdi-de, oxiri o'zingga kelib sano deyishi mumkin. To'g'ri, lekin men ularga hech nimani isbotlashga majbur emasman. Men isbotlaydigan narsamni 18 yoshimda ko'rsatib bo'lganman. Bu yog'iga oilam, vatanim, kelajagim uchun harakat qilib, jimgina yashab yurgan bo'laman. Charchamayli, ko'rishamiz. Ha? Sog'indingmi?